Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizdan 59-betdan davom etamiz. أكمل الجمل الآتية بوضع اسم موصول مناسب الذي في الفراغ. Bo'sh joyga allazi va allatidan munosib bo'lgan mavsulani qo'yish orqali quyidagi jumlalarni to'ldiring. Al-kitabu, demak kitob so'zi muzakkar bo'lgani uchun unga muzakkar ism mavsuli allazi so'zini tanlaymiz. Al-kitabu allazi alal maktabi lil mudarrisi. Partaning ustidagi kitob o'qituvchiniki. Al-qalamu allazi, qalam muzakkar bo'lgani uchun muzakkar ism mavsuli tanlaymiz. Al-qalamu allazi fi haqibati maksurun. So'mkamdagi qalam singan. As-sayyaratu, as-sayyaratu muannas bo'lgani uchun unga muannas ism mavsuli tanlaymiz. As-sayyaratu allati kharajat min al-mustashfa al-ana lit-tabibil jadidi. Hozir shifoxonadan chiqqan mashina yangi shifokorniki. Al-kalbu allazi fil hadiqati maridun. Bog'dagi it kasal. Al-fata allazi kharaja min as-suqil ana ibnul jazzari. Alohida aytsak ibnul jazzari. Xo'sh, hozir bozordan chiqqan yigit qassobning o'g'li. Tilkal battatul lati tahta ash-shajarati li bintil fallahi. Ana u daraxt ostidagi ana u o'rdak dehqonning qiziniki. Al-baytul jadidu allazi fi zalika ash-shari'i lil waziri. Xo'sh, ana u ko'chadagi yangi uy vazirniki. Ad-darsu allazi ba'da hada ad-darsi sahlun jiddan. Bu darsdan keyingi dars juda ham oson. Manil fatatu allati jalasat amama al-mudarrisati hiya talibatun min Malayziya. Xo'sh, o'qituvchi ayolning oldida o'tirgan qiz kim? U malayziyalik talaba qiz. Atilka al-haqibatu allati tahta al-maktabi laka ya Khalidu. La, hiya li sadiqi Muhammadin. Partaning ostidagi ana u sumka sanikimi ey Xolid? Yo'q, u do'stim Muhammadniki. Al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Al-ammu akhul abi, amaki degani demak otaning akasi yoki ukasi. Al-ammatu ukhtul abi, amma bo'lsa otaning opasi yoki singlisi. Al-xolu akhul ummi, tog'a onaning akasi yoki ukasi. Al-xolatu ukhtul ummi, xola onaning opasi yoki singlisi. Al-fallahu dehqon, mustashfal viladati tug'ruqxona. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.